ish beruvchi tomonidan o'zi dastlab ish haqi va avans to'lash belgilangan tartibda jamoat shartnomasida yoki ichki hujjatlarda mehnat qonunchiligida belgilangan. Misol uchun deylik, har oyning 5-sanasigacha muddatda aksariyat tashkilotlarda oylik ish haqi va 20-sanasigacha bo'lgan muddatlarda esa avans to'lab berish belgilangan. Hozirgi savaldagi holatga ko'ra oylik ish haqi yoki avans 10-15 kunga kechiktiriladigan bo'lsa, bunda Mehnat kodeksida 333-moddada ish beruvchining majburiyati keltirilgan, ya'niki ish beruvchi o'ziga yuklatilgan ish haqini kechiktirgan har bir kechiktirgan kuniga Markaziy bank moliya stavkasining 10% miqdorida to'lanish lozim bo'lgan summaning kunlik kompensatsiyasi to'lab berish kerak. Misol uchun oladigan bo'lsak, ayni bir xodim 10 million so'mlik oyligi mavjud deb hisoblasak, mana shu oylikni 10 kun muddatga kechiktirganda hozirgi kundagi amaldagi Mehnat kodeksidagi normaga asosan 14% Markaziy bank moliya stavkasi 14% moliya stavkasini 10% miqdori bu 1,4% bo'ladi va 10 million so'mni 1,4% har kunlik, ya'niki 140 ming so'mdan 10 kunga 1,4 million so'm olishi mumkin bo'ladi. Xuddi shunday har bir xodimda ushbu masalada huquqlari bor, ish beruvchining esa majburiyatlari belgilangan. Bundan tashqari, oylik ish haqini kechiktirganligi munosabati bilan ish beruvchi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 49-moddasiga asosan xodimni mehnat huquq muhofaza qilish qoidalarini buzganda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortishiga ham sabab bo'ladi.